hunari bor odam hech qachon ko'chada qolmaydi. Mana bu videodagi bolalarni qilayotgan ishini ko'ring. Birinchisi Kedri, ya'ni bu fransuz bola, oddiy mehmonxonada ishchi bo'lib ishlab, qandolat sohasini mukammal o'rganib, 2018-yilga kelib dunyoning eng zo'r qandolatchi unvonini oldi. Eng zo'r fishka tomoni Fransiyaning ko'cha bo'ylaridagi birinchi liniyalardan joyiga olib turib, odamlarga shou qilib, pishirayotgan narsalarni ko'rsatib berishadi. Yoki bo'lmasa mana eng mashhur Italiyada ko'chada pizza sotyapti. Ya'ni bitta mashinani olgan, orqasiga polniy оборудование joylashtirgan pizzachi. Hozirgi kunda buni 50 tadan oshiq pizzeriyalar bor. Hunarini sevib egallagan odamlar mana shu hunar orqasidan shunchalik dunyoga mashhur bo'lib yurgan oshpazlar ham ko'p. Xo'p, bu xorijda, O'zbekistonda-chi? Yaqinda bitta pizzachi chiqdi. Misol uchun pizzasini shunaqangi xaridori ko'p, u sotish mahoratiga ega-da. Yoki bo'lmasam somsa tandirlarini yasatib turib, misol uchun uylarda, xudoylarda mehmonlarga olib borib yopib berishyapti. Men nima demoqchiman? Bular internet, ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanib, mana shunaqa muvaffaqiyatlarga erishyapti. O'zbekistonda iqtidorli bolalar ko'p. Kontor o'ynaydi borib, kecha soat 3 gacha, 4 gachada, keyin peshingacha uxlaydi. Davlatni ayblaydi, ota-onasini ayblaydi, sarmoyam yo'q, har xil bahonalarni qilishadi-yu. O'sha kompyuterdagi iqtidorini ijtimoiy tarmoqqa yo'naltirsa, o'zini samarasini shularga o'xshab bermaydimi? Beradi albatta. Masalan, har qanday sportsmen ham o'zini muskulini o'zi trenirovka qilib chiqaradi-yu. Hunar ham xuddi shunaqa-da. Ota-onangizni hajga, umraga yoki yaxshi mashina, yaxshi uy, o'zingiz o'ylagan niyatlaringizga sekin-sekin shu hunaringiz orqali erishasiz. Internet klubda o'tirgan iqtidorli o'rtoqlaringiz bo'lsa, bu videoni albatta jo'natib qo'ying.